Assalomu alaykum porloq obunachilari. Ushbu gilamlarni Patron jome masjididan olib kelgandik. Yuvib tozalab upakovka qildik. Endi olib borib joylashtirib beramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Videolarni sizlar bilan bo'lishib boramiz. Endi avvalambor assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz do'stlar, mana masjidimizda qizg'in qurilish ketyapti. Xudo xohlasa, porloq gilam yuvish jamoasi kelib bizga gilamlarimizni yuvib berib, chiroyli toza ozoda qilib berishdi. Xudo xohlasa, hamma o'z kim qanday qilsa bo'lsa hissasi qo'shib boryapti. Hazrat Ali roziyallohu anhu ketayotganlarida qo'llaridan qamchilar uchib ketganda, qamchi. Hazrat Ali ko'p kishi yugurib borib birov qamchini olib qo'llariga bergan payti mana deb qo'llari xaltachadagi tilloni bergan ekanlar. Yo'q, men sizga pul uchun qilmadim bu xizmatni. Oling, mana shunday olib berimsa, men ham senga pul berayotganim yo'q, men senga himmat qilyapman degan ekanlar. Sizlar ham himmat qildinglar endi, to'g'rimi? Gilamlar rahmat sizlarga. Kimni qanday himmati bo'lsa ham marhamat. Bu hali bu masjid qurilishi, masjidga yordam qilish bu aksiya, jannatga aksiyada bu. To'g'rimi? Sog' bo'lsanglar, porloq mana shu gilam yuvish kompaniyasi ishlariga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar, kam bo'lmanglar, charchamanglar. To'g'rimi, Komil bor? Rahmat. Bitta duo qiling Komil endi. Ilohi amin. Doim sog'lik bo'lsin, salomatlik bo'lsin. Nimaiki yaxshi narsalar bo'lsa, yaxshi narsa eshituvinglar. Shu texnikalarni tayyordan shamol o'tib tursin. Shu gilam bo'ladigan kompaniya ham uni o'sib, shu porloq gilam yuvish kompaniyasi ham ularning ishiga, omadiga, kasb-koriga, ro'zg'orlaringizga Alloh baraka bersin. Amin. To'ylaringiz ko'p bo'lsin. To'ylaringizga biz ham bor xizmat qilaylik. Kelasi yil Ro'za Ramazon oylariga hammani to'rt ko'zga yetkazsin. Allohu akbar. Ramazon hammaga muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Yaxshi kutib olinglar. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat kattaga.